Shunday qilib, Bunyod qani, bugun sizni nechinchi darsingiz? Bugun mening 10-darsim. Yaxshi. 10 ta dars davomida nimalarni o'rgandingiz, Bunyod? Men 10 ta dars davomida to'g'ri nafas olishni, harflarni to'g'ri aytishni, gapda so'zlarni to'g'ri bog'lashni o'rgandim. Demak, 10 ta darsda o'zingizda o'zgarish his qildingiz. Ha, o'zimda katta o'zgarish his qildim. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Barakalla, Bunyod. Biz ham juda ham xursandmiz. 10 kun davomida mana shunday katta natija olganingiz uchun, aniq va ravon nutqga ega bo'lganingiz uchun juda ham xursandmiz. Bunyod, o'zi qayerdan kelgansiz? Men bu yerga Surxondaryo viloyati Muzrabot tumanidan kelganman. Sizni u yerda kim kutyapti? Eng asosiy inson. Shularni ayting. Mening u yerda onam va otam kutyapti. Ular qanday, o'g'lim qanday natija olib keladi deb umid bilan sizni kutib o'tirishibdi. Surxondaryoga borib, ota-onangiz hamda barcha yaqin insonlaringiz, sinfdoshlaringizni oldida umuman boshqa Bunyod. Aniq, ravon nutqga ega bo'lgan va ishonch bilan gapiradigan, har bir so'zida gapiga javob beradigan, aniq bir so'zli mard insonni ko'rishsin inshaalloh. To'g'rimi? To'g'ri, ustoz, aytganingiz kelsin. Bunyod, 10 kun davomida biz siz bilan duduqlanishni, ya'ni nutqingizdagi kamchilikni yo'qotish uchun birgalikda yelkama-yelka kurashib, buni yengib chiqdik. Bundan o'zingiz qanchalik xursandsiz? Men bundan juda ham xursandman. Buning uchun sizlarga kattakon rahmat. Biz ham juda ham xursandmiz, Bunyod. Mana shunday natijaga erishganingiz uchun, shunday zo'r gapirayotganingiz uchun juda ham mamnunmiz. Va sizni birinchi holatingizni afsuski video tasvirga olmaganman. Birinchi holat bilan hozirgi holatingizni qanchalik farqi bor? Hozirgi holatim bilan birinchi holatimni orasida katta farq bor, ustoz. Qanchalik farq bor, Bunyod? Mana hamma bilsin, hamma ko'rsin. Mana odamlar mana shu nutqdagi kamchiliklarni qanday qilib boshqarish kerakligini va bu narsani boshqarsa bo'ladimi o'zi degan savollarga aniq va to'liq javob olishini istayman. Qani gapiringchi. Bo'ladimi o'zi bu narsani to'g'rilasa? Nutqingizni mana siz shuncha kun dars oldik, shuncha kun birgalikda kurashdik va bu narsani imkonini qildik. Uddalasa bo'ladimi? Ha, ustoz, uddalasa bo'ladi ekan. Bu uncha qiyin emas ekan.